mana birinchi life hackimiz bizda, birinchi life hackimiz masalan qaranglar. Например deylik, например bitta life hack masalan mana bu yerda o'lib qoldinglar, dushman keldi tomga chiqib oldi. Sal joni kamroq bo'ladi, baribir. Joni kamroq bo'ladi. Mana bu yerdan sizlar tug'ulasizlarmi? Mana bu yerdan tug'ulasizlarda sразу. Hop. Sразу. Mana bu yerda sakrab turib mana. Sразу. Bundoq. Tushunasizlar, mana shuni yomon bayt qiladi. Tushunasizlar? Bayt sразу. Mana jostki mana bundoq qilasizlar mana. Hop. Chiqmay, hozir yaxshi o'xshatdim debman, lekin yaxshi o'xshaydi o'zi. Bu birinchisi bu, chista anaqa bilganlar bildi, bilmaganlar bilmaydi. Iloji borichki Mamutga tik qilib turib olsa, iloji boricha mana bu tomadan boringlar, tomadan. Sababi Mamutdan borishlar otib qo'yadi, tik qilib. Mana tomadan esa osaman. Osanch. Bittasi shu chat. Depot bo'lsa ham. Tak, yana bittasini aytaman hozir. Masalan mana qaranglar. Mamutdan masalan pik olsa Mamutdan, pikga mana pik qilish olsalar, joni kammi? Yuguryapsizlar mana. Yuguryapsizlarda Mamutga shuni sakraysan mana. Bo'ldi, все ketdi. Bam. Tushunmoqsizlar? Keyin yana bittasi mana masalan Mamutda piklash olsalar, joni kam bo'lib qoldi уже. Mana Mamutdan bosmanglar, bundoq bosmanglar mana. Sразу. Hop, chap, chiqinglar sразу bosinglar. Hop. Tushunmoqsizlar? Sразу. Tomoga chiq. Mana sakrashdan bitta tipi life hackga o'xshagan narsa bu ham. Oldin ko'rgansizlar yo'q bilmayman, masalan, yurasizlar, sakrab borasizlar. Oxirida. Ochsasizlarda keyin sakrab turasizlar bitta. Bitta life hack bu ham. Tushunasizlarmi? Ana life hack so'ragan bola kim edi o'zi? O'shanga o'rgatib o'zi bor, chista. Joystick ko'rsating necha turibdi? 160 turadi mana. 160. Ey, eshityapsizmi? Ivana anaqa mana, qaranglar. Bundoq qilasizlarda hop. Bitta hop. Tushunasizlar? Sразу. Hop. Ha, o'zimga yaxshi o'xshamayapti. Hop, mana shunaqa tipi. 100% tegadi. Ketvordi u bola. Ha, bo'lmabdi. Shuning uchun. Voy, 2 ta qaytdi uni. Yaşlar böyle. Qarz life hack o'rgatdim, borini bilganlar. Optimizatsiyaning foydasi bormi? Optimizatsiyaning foydasi bor. Kimlardir optimizatsiyani pulga sotadi. Optimizatsiya o'zi oddiygina telefonni parametrlarini tozalash degan narsa shart o'zi. Faqat shunaqa narsa. O'zinglar ham shunaqa qilib olsanglar bo'ladi. Oddiy narsa. Sotib oladigan narsa emas.